ada oyimni hamma erkaliklarini hamma xarakterlarini ko'tarib bunaqa yaxshi ko'rishingizni sababi nimada? Sirini o'rgatinglar menga. Xo'sh, ota-bobomizda qolgan gap bor. Er-xotin qo'sh ho'kiz deydi. Agar er gapirganda xotin xo'p desa, xotin gapirganda er xo'p desa, turmush o'shanda bo'ladi, mehr o'shanda oshib boraveradi. Yo'q, ada sizniki boshqacha. Siz ada oyimnichi, ani jahllari chiqqanda hamcha ha general deb turaverasiz-ku. O'shani siri nimada? Qatdan buncha lyubov? Bu emas bu qizim. Bilmadim yana nima deydi. Tinch oilani asrab qolish bu. Oilani tinchlikda ushlash. Masalan, bir ko'cha-ko'yda kim ko'rganda falonchini oilasi deganda, "Yo'q, oila zo'r oila" deydigan bo'lishi uchun bir odam baland bo'lganda bir odam albatta pastga tushishi kerak. Zo'r.